Uf, Mardon aka, shunaqa charchadim. Qachon bu yugur-yugurlar tugar ekan? Bitta yo'l shunchalik qiyinmikan? Shunga shuncha vahimami Dilfuza? Hamma ishingizni bitta joyda hal qilsa bo'ladi-yu, bilmasmidingiz? Qayerda hal qilsa bo'ladi? Yurayman, siz olib boraman. Mardon aka, qayerga keldik? Ishingizni mashta bitiramiz Dilfuza. Ishoning, hamma ishingiz mashta hal bo'ladi, xudo Voy, xolasa. muncha zo'r ketdik, kiraylik. Ketdi. Dilfuza Ali House asoschisi Shohruzaga xizmatlaringiz haqida ma'lumot bering. Qiynalib ketdik hujjat ishlarida. Bo'ldi, gap yo'q. Avvalambor mijozlarimiz hujjat masalasida bosh og'riq qilmaydi. Masalan, notarius ishi hammasi biz tomonidan bo'ladi. Kelishadi, qo'l qo'yishadi, to'lovlarni qilib turib, chegirma asosida xonadonni qabul qilishadi. Keyingi masalalar, ortiqcha makler, realtor xizmati bo'lmaydi. Hammasi biz tomonidan bepul tarzda, mutlaqo bepul tarzda ma'lumot berish, konsultatsiya berish, yuridik tomonlarni hal qilishlar bonus tariqasi bo'ladi. Qo'shimcha qilib aytishim kerakki, quruvchilarga ham qulaylik tarafi xuddi shunaqa. Ya'niki, hujjat ishida bosh og'riq qilmaydi. Reklama masalasida, savdo-sotiq masalasida, ish xodimlar masalasida umuman mutlaqo muammogarchiligi bo'lmaydi. Hammasi biz tomonidan. Qisqa qilib aytsam, mijoz va quruvchi o'rtasidagi most biz. Qo'shimchasiga bizda aksiyalar ham ketadi, ya'niki Dubayga oilaviy sayohatlarimiz bo'lgan misol tariqasi, xonadonlarni Ramazon oyi munosabati bilan chegirma narxlarda qilib beramiz. Hamda noldan podключ holatigacha hovli, kvartira, domlarda ham remont qilib berish xizmatlarimiz ham albatta bor. Farg'ona tezkordan ko'rib kelganlar uchun nima sovg'alar bor? Avvalambor Dubayga oilaviy sayohat va qo'shimcha